Assalomu alaykum Top Agrovet kanali obunachilari hamda bizani kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Bugun Top Agrovet kompaniyasi o'zini veterinariya mahsuloti bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tadi. Top Agrovet kompaniyamizning veterinariya mutaxassisi Asadullayev Muzaffarxon qisqacha ma'lumot berib o'tib ketadilar. Muzaffarxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Muzaffarxon, qarang, bizda hozir obunachilarimizdan savol kelib tushyapti. Oksitetratsiklin antibiotika bu qanaqa antibiotik, bu qanaqa ishlatiladi, nimalarga ishlatiladi? Shu haqida bizga ma'lumot bersangiz, obunachilarimiz ham ko'rishsa, ertaga o'zlariga ham kerak bo'ladi. Bo'ldi, bitta qisqacha ma'lumot qilib beramiz. Bu oksitetratsiklin preparatimiz Vion kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. 20% bo'ladi, Langervinli bo'ladi. Langervinli degani uzoq vaqt ta'sir qiladi degani bo'ladi. Bu preparatimizni qoramollarga, qo'y, echkilarga va tuyalarga ishlatsa bo'ladi. Lekin o'shani esda tutish kerak, otlarga qo'llab bo'lmaydi. Bu allergiya beradi otlarga. Esinglarda tursin, otlarga qo'llab bo'lmaydi, chunki nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Otlarga qo'llab bo'lmaydi. Bu hamma hayvonlarga qo'llaganda 10 kg tirik vaznga 1 ml hisobida mushak orasiga ukol qilinadi. Ya'ni go'shtga qilinadi. Go'shtga inyeksiya qilinadi. Xo'p, bu preparatimizni yaxshi taraflaridan bittasi Langervinli uzoq ta'sir qiladi. Buni 48 soatdan 60 soatgacha oralig'ida qilish mumkin. Buni har kuni qilish shart emas. Kun ora qilinadi yoki 3 kunda bir marta qilsa ham bo'ladi bemalol. Buni ta'sir vaqti uzoq payt organizmda saqlanib qolishi bilan ajralib turadi. Keyin boshqa oksitetratsiklin anaqa preparatlardan farqi buni hayvonlarga inyeksiya qilinganda o'sha inyeksiya qilingan joy ishib ketmasligi bilan ajralib turadi. Shu buni ishib ketishiga sabab nima o'zi? Ishib ketishi, buni tarkibi o'zgartirilgan, bu yaxshilangan, bu qolganlaridan farqi shunda. Demak bu o'sha organizmga allergiya bermay, o'sha ishirmaydi. Ishirmasdan-da yaxshi ta'sir qiladi. Bu kerakli ma'lumot, chunki boshqa antibiotiklarni qo'llaganingizda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, mana shu veterinariya mutaxassislari bilan обязательно nima deydi, so'ranglar, maslahatlashinglar. Chunki bu narsani baribir veterinariya mutaxassislari yaxshi tushunadi. Bu oksitetratsiklin preparatimizni bemalol retseptsiz sotish mumkin. Veterinar retsepti shart emas bunga. Faqat belgilangan dozada ishlatish kerak. 10 kg tirik vaznga 1 ml hisobda ishlatsa bo'ldi. Dozani iloji boricha oshirib yubormagan ma'qul. O'zi chunki yozilgan dozasida ishlaydi 100%. Endi Muzaffarxon, bu oksitetratsiklin antibiotika aynan qaysi kasalliklarga qarshi ishlatiladi? Bu endi kasalliklarga keladigan bo'lsak, bu ich ketishi, shamollashlar, o'zi eng ko'pi ich ketishga ko'p qo'llaniladi. Bu nafas yo'li shamollashlariga ham ta'sir qiladi, siydik yo'li shamollashlariga ham yaxshi ta'sir qiladi bu antibiotikimiz. Keyin hayvonlarda shu oqsil kasalidan kelib chiqadigan ikkilamchi bakterial kasalliklarni davolashda ham bu ko'p qo'llaniladi, yaxshi ishlab beradi. Oqsil kasalligida ham ko'p foydalaniladi. Yana bitta savol, gapingizni bo'ldim, yana bitta savol kelib tushyapti bizga. Xo'p, oksitetratsiklin antibiotikani boshqa vitaminmi, boshqa antibiotiklar bilan birga qo'llasa bo'ladimi? Yo, u misol bu boksa deydimi? Bu boksadan oksitetratsiklin bu boksadan boshqa bir veterinariya mahsulotini qo'llasa bo'ladimi? Ikkalasini bo'ladi. Buni antibiotik qo'llaganingizda o'zi organizmda immunitet pasayadi. Shuni hisobiga birga vitamin bilan qo'llagan yaxshi effekt beradi. Keyin buni boshqa antibiotiklar bilan qo'llashga keladigan bo'lsak, penisilin va sefalosporin guruhidagi antibiotiklar bilan birga qo'llab bo'lmaydi o'zi oksitetrasiklinni. O'zini qo'llaganingiz yaxshi. Boshqa antibiotik aralashtirmaysiz. Vitaminlar bilan qo'llasangiz bo'ladi. Bemalol birga nojo'ya ta'siri yo'q. Keyin buni bu inyeksiya qilingandan keyin, o'sha masalan sigir bo'ladigan bo'lsa, sigirga inyeksiya qilingandan keyin 7 kundan keyin bemalol sutini ichish mumkin. Go'shtga so'yiladigan bo'lsa, 21 kundan keyin bemalol so'yiladi, chunki organizmdan chiqib ketib bo'ladi u. 21 kun bo'lmaydi-da, o'sha organizmda bo'ladi. Chiqib ketadi. Sutini ham endi qaynatib ichsa bo'ladi. Qaynatmasdan qaymoq olinadigan bo'lsa sutni, unda o'sha anaqasiga e'tibor berish kerak. 7 kungacha qaymoq olinmay turadi, lekin qaynatib ichish mumkin. Bemalol ichsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Tushunarli. Shu yaxshi taraflari bor. Langervinli bo'lgani uchun uzoq ta'sir qiladi. Boshqa oksitetrasiklinlardan farqi shu.
Endi Veyon kompaniyasi asosan faqat Veyon kompaniyasida ishlab chiqariladimi yo boshqa oksitraskllarda ham bormi? Hech Yo'q. bir ko'zingiz tushdimi shu narsaga? Boshqa firmalarda ham Oksitraskllarda bor. ukollari mavjud. O'sha Langirevniy degan narsangiz bor. Langirevniy bor boshqalarda ham. Buni ajralib turadigan tarafi shu shish hosil qilmaydi organizmda. tushunarli. Inyeksiya qilingan joy shishib ketmaydi. O'shanisi bilan ajralib turadi. Tushunarli. O'sha sifati shunga yarasha yaxshi ishlaydi bu. O'zi ancha yillardan beri qo'llaniladi bu antibiotik. Keyin buni hayvonlarga buni suvga qo'shib bo'lmaydi, lekin buni oksitrasiklinni parashok holatidagisi bor. Uni suvga aralashtirib ichirsa bo'ladi. Agar ukol qila olmaydigan odam bo'lsa, suvga qo'shib bersa bo'ladi. Buni parashogi bor. Bu 99.8% bo'ladi parashok. Buni afzalligi bormi yo bir xil ta'sir qiladimi? Ikkalasi bir xil ta'sir qiladi. U parashogi endi 99% bo'lgandan keyin masalan kamroq qo'llaniladi. Foiz baland. Bu 20%, bu faqat inyeksiya qilish uchun chiqarilgan, ichirishga bo'lmaydi. Ichirishga bo'lmaydi. To'g'ri, tushunarli. Bu tarafdan yaxshi. Keyin buni yaxshi tarafi, buni har xil grammlilari bor. 100 millilitrli, 50 millilitr va 10 millilitrligi ham bor. 10 grammligi ham bor. Obunachilarimiz mana qulayliklar sizlarga, ya'ni o'zingizlarga kerakli vaznda o'sha 10 grammmi, 100 grammmi, 50 grammlikni o'sha olishinglar mumkin. Har xili bor. Muzaffarxon, bu preparatlar respublikani barcha viloyatlarimizda bormi? Barcha hamma viloyatlardagi har bitta do'konda bor. Bemalol ishonch bilan aytsak bo'ladi. Bu bo'yicha o'sha respublikamizdagi viloyatlarimizda bor deyishyapti. O'sha do'konlarimizni biz nomerlarini qoldiramiz. O'sha agar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bemalol o'sha do'konlarga murojaat qilsanglar topiladi. Chunki qaysi viloyatdan bo'lsalar yozib yuborsanglar, o'sha anaqasini beramiz. O'sha aptekadan olishlari mumkin. Chunki hammada bor-da bu. Bu chunki ancha yildan beri o'sha O'zbekistonga kiradi. Hamma biladi qanaqa ishlashini, yaxshi biladi. Endi bilmaganlar uchun ma'lumot tariqasida olindi bu video. Shu nima, qanday kerakli qo'llanilishi, qanaqa mexanizm, ishlash mexanizmi, qancha turishi bu haqida yana batafsil ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, masalan, hurmatli kuzatuvchilar, bemalol bizga murojaat qilsanglar, o'sha o'zimizning veterinariya mutaxassislarimiz sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tadilar. Muzaffarxon, sizga kattakon rahmat. Siz bilan hali yana video qo'llanma qilamiz, ya'ni o'sha o'zimiz obunachilarimiz o'zimizning preparatlarimiz bo'yicha tushunmagan joylari bo'lsa, yana kelib tushadigan savollardan kelib chiqib, biz yana boshqa preparatlar bo'yicha ham video qo'llanma qilamiz. O'sha kuzatuvchilarimiz xursand bo'lsin, obunachilarimiz xursand bo'lsin. Shu savollarga qarab hammasiga javob beramiz. Shu yig'ib tayyorlanib anaqa qilamiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.